ham, ya'ni pastga ketishiga bir sabab bo'ladi. Eng birinchi faoliyatimizni boshlashimiz ham juda qiziq kechgan. Bir donagina tikuv mashinasi bilan ishni boshladik. Oldin oson bo'lmadi albatta, qiyinchiliklar bo'lib turdi. Uning ishni boshlashimizga Mikrokredit bank juda ham yaqindan yordam berdi. İşimizni kreditni olib, xom ashyolar olib kelib, mana shundan tikuvchilik mahsulotlari ishlab chiqarishdan boshlaganmiz. Tikuvchilik ishlarimiz yurishib, anchagina tetiklashib, seximizni katta qilib, bankda krediti yordamida 25 dona yangi zamonaviy tikuv mashinasini olib kelib o'rnatdik. O'zimizning Kasb-hunar kolleji Globoddagini bitirib kelganmiz. Shu Globodda o'qishga kirgandan keyin amaliyotda borgandik. Shunga shu yerga olib kelishgandi. Shundan keyin ishga kirib olib, shundan mamnun bo'lib shu yerga ishlab yuribmiz. Shu orzularimiz kelajakda endi o'zimizning ishimizni rivojlantirib, o'sha mana shu texnologiyalarni ko'paytirib, shu sexlarni kengaytirib, Xudo xohlasa tadbirkor bo'lish niyatimiz bor, nasib etsin. Tadbirkorlar qanaqa savollar bilan murojaat qilishadi sizlarga ko'proq? Birinchi navbatda o'z tadbirkorlik faoliyatini yanada kengaytirish va rivojlantirish. O'z tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish maqsadida zamonaviy milliy